Navbatdagi universal granulyatorimiz 4 kW 1000 oborotlik roliga aylanadigan granulyatorimiz tayyor bo'ldi. Hozirda chiqishi 5 mm, u qizib chiqyapti. Xo'p, Maskiz zadnimos roliga aylanadigan 125 diametr, matrisasi 5 mm. Baliqchilik sohasiga xudo xolasa marg'ilonga qilib beryapmiz. Hop, ushbu granulyatorimiz soatiga 80-100 kg chiqaradi. Universal donga hasha qo'shib chiqarsa bo'ladigandan. Amakimiz xudo xolasa Marg'ilondan kelishgan. Baliq ko'llari bor ekan, baliqqa yem chiqarishga olishyapti. Chiqarishi xudo xolasa tekis chiroyli chiqyapti. Amaki ma'qulmi ishlashlari? Baliqchilik ko'l borda. Amakimiz kam gap ekanlar, xudo xolasa mana olyaptilar. Ma'qul keldi. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, bundan tashqari soatiga bu 80-100 kilolik, soatiga 300 kilolik, soatiga 500 kilo, 220 da ishlaydigan variantlari ham bor. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazanchidamiz. Servislarimiz 1 oygacha bepul. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin. Ishlashlari tekis bo'lyapti.